iPhone'chilar, bugungi video aynan sizlar uchun. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan men Ro'zi Muhammad Murodov. Android tizimidagi iUgram yoki aka ilovasiga o'xshagan ilovani iPhone telefonlariga o'rnatish haqida gaplashib o'tamiz. Siz aytgan albatta arvoh sharpa rejimi, o'shib ketgan xabarlarni saqlab qolish, o'zga tahrirlangan, izminis qilingan xabarlarni ham saqlab qolish imkoniyatlari bor. Juda ham ko'p akkaunt qo'shish imkoniyatlari bor. Albatta videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'rganib o'tamiz, gaplashib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni boshlashdan avval videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Sizlardan qo'llab-quvvatlash, bizdan shunaqa ma'lumotlar. Qadrli kuzatuvchilar, iPhone'chilar o'zi yaxshi biladi. App Store'ga kiramiz va bu joyga qidiruvga Novogram deb yozsak, mana bunday mana bu dastur kelib chiqadi. Ya'ni Novogram Phoenix Uz. Bu dasturchimiz O'zbekistonlik akamiz bo'lib, mana bu akamiz hisoblanadi. Aynan shu ilovani marketing jamoasi orqali ishlab chiqarishgan, ya'ni xalqqa xizmat qilish maqsadida. Hozircha test rejimida yaxshi ishlab kelmoqda. Inshaalloh, xudo xolasa men video hozirgi bugungi sana bo'yicha olyapman, ishlab kelyapti. Kelajakda biron narsa bo'lsa yoki bu ilova o'chib ketsa yoki boshqa bir mabodo ilohim omadlarini bersin, nimadir bo'ladigan bo'lsa, ya'ni meni ayblab yurmaysizlar degan umiddaman. Ushbu ilovani o'rnatasizlar va o'rnatib kirib olamiz. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana hozir o'rnatib oldik. Nomerimizni terib, bu joyda Telegram akkauntimizni ochib ko'ramiz. Xavfsizligi xudo xolasa yaxshi deb hisoblayman. Ya'ni bo'lmasam iloji boricha bir Leviro akkauntinglarni ulab ko'ringlar, shubhalansalaring. Xo'p, mana bu joyda ochib oldik. Ochib olganimizdan so'ng bu joyda qonun qoidalar, kontakt shart emas hozir. Mana bu joyda arvoh rejimi, ovozlarni tekstga aylantirish, 100+ akkaunt qo'shish, o'zgartirilgan xabarlar tarixi, chat pin kodlash, so'zlarni tarjima qilish, bemalol hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda sozlamalarga kiramiz. Sozlamalarga kirganimizdan so'ng Novogram Pro degan bo'lim bor. Ustiga bosamiz. Mana bu joyda ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu joyda akkauntinglarni 100 ta akkaunt qo'shsa bo'lar ekan. Xo'p, mana bu joyda deleted message deyapti, ya'ni o'chib ketgan xabarlarni yoqib qo'yasizlar. Jump to first message, sharpa rejimi, ghost mode button. Shularni yoqib qo'yasizlar. Bu joyda ko'rishingiz mumkin yana barcha ma'lumotlar, mana tillarni bemalol. Qulayligi xullas juda ham zo'r. O'zbekcha qilib olasizlar. Bemalol o'zingizlar ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Hozir buni sinab ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Qadrdonlar, hozir o'zim akkauntim bilan, boshqa akkauntim bilan yozishib ko'rsataman sizlarga. Mana shu akkauntga yuborib ko'ramiz. Yuborishdan oldin sharpa rejimini yoqib qo'ysanglar, bemalol sharpa rejimi ham ishlayotganligini bitta guvohi bo'lamiz. Hozir mana kiramiz. O'qiganligim ikkita bitishga chiqdi. Bu joyda salom deb yozamiz. Salom deb yozdik, lekin bu joyda mana ikkita bitishga chiqmadi, bunga keldi. O'qidim. Va buni o'chirib yuboramiz. Mana bu joyda o'chirib yuborganligimizni bunda o'chdi, lekin bunda o'chmadi. Ko'rib turganingizdek ilova zo'r ishlayapti. iPhone'chilar bitta videoga like bosib, iPhone'chi do'stinglarga yuborib qo'yasizlar degan umiddaman, qadrdonlar.